Rezultat rastlı yalnız göremsiz. Mesele yana bir biletini satamaganligimda. Bunu obdan bilisiz go deyman. Saat neçe dağıl kilime? Mening siz Hoşin şirketi bilan yo'ngli şirketi tuzishgan to'xtam ishlarini ko'rib kelib, o'yinni ko'rib bo'lib, o'zim qaytib ketaman. Bo'ladi, direktor. Rahmet. Rahmet sizde. Rahmet. Sizni tabriklaymiz. Rahmet. 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 Direktor Sabirni isteymen. Obama. O mening o'qituvchim. O zalda. Naqshiga meptin bo'lib yurib Siz? Sabir efendi. Konsert kechaligidagi ifodam sizningcha chekdan eshib ketmaganda? Ha, yo'q, zodli undaq bo'lmadi. Sizning menga ko'rsatgan ehtiromingizga men rahmat etishim kerak dedi. Bakmi yaxshi chaladi ekansiz. Shinjongdagi xalq naqshlarini yuqori ovozli saks bilan o'rinlashning o'zi zo'r bir yangilik. Qanday his qildingiz? Ahlim lol, tillarim gal, vujudim
dal bo'ldi. Süpətlashga bək mahir ekansiz. Siz Şanganlıq bir qız turib, bizning Şinjanning xalq naqshlarini qanday bilasiz? Bu bir sir. Sizga nisbatan maxfiy. Agar ikkimizning tanishib qilishi taqdir iroda deyilsa, kelajakda buning sababini bilib qolasiz. Shuni anglab qoling. Men texi Davanchin qizi degan naqshni ayta olmayman. Davanchinning yo'li qattiq, Tavuzi bək tatliq. Davanchinda bir yarim bor, Qambarxon otliq. Bu naqshni qanday qilib oldingiz? Ata-onam o'rgatib qo'ygan. Ota-onangiz? Shundaqmi? Sabir efendi. Mening ismimni zodil so'rabmi qo'ymaysiz-ku? Kechiring, to'g'ri. Muborak ism sharifiniz nima ekan? Deb berishimga bo'ladi. Ammo sizga bir usul in'om qilaman. Usul? Mushedimi? Bu usul zaliqo. Bir necha yilning oldida ota-onam meni Misrga sharq usul o'rganishga avatgan edi. Men tasqagan usulchi bo'lib qolg'ili. Shundaqmi? Qaraganda intayin mo'l kechirmishlaringiz bor qiladi. Bo'pti. Siz in'om qilgan usulni ko'rishga taqazzami? Rahmat sizga. Marhamat. Kıyafetiniz bir az boshqacharoq tuyulyotdi, shundaqmi? Shundaq deydiganligimizni biletdim. Bahalashni o'tkazib keldi. Qandaqroq o'ynaydiganman? Aqlim lol tillarimga qolsa o'ynaydigansiz. Endi ismingizni olsam bo'lar? Esingiz bo'lsin, familiyam Bey. Beyni desangiz bo'ladi. Naqsh chiroyli qismkan. Bey, mehina. Ustingizdagi ko'ylakni nereden aldınız? Markası nima? Mona Lisa markalı tashqi savdo sarayidan oldim. Qiz do'stingizga birini og'ingiz kelyotadi-ku deyman. Biroq bu eng oxirgisi ekan. Men setib oldim. Bas chiroyli ekan. Buning raqti bizning yurtimizda to'qiladigan atlas degan raqqa o'xshaydi ekan. Shundaqmi? Nima degan yaxshi? Şununzdaki bu filmleriniz bilen siz xuddi xonishlarga o'xshab qoldingiz. Qandaqsizchi? Sabir direktor, kiyim almashtirib. Soat qancha bo'ldi? Tezroq bo'ling, bo'lmasa ulgurmaymiz. Xenim, ig'ranmaydigansiz. Yo'q, azroq ig'ranmayman. Belki bilmesiniz gerek, men Şinjan Mestanisi, Şinjan'a berishni bekme arzu qilibdim. Maqshingizni tasvirlagan aşı tağlarni, aşı sularni, qaqas dalalarni, cho'ng qumliq ham aşı qarkis qizlarni, sumbatliq kelishgan aşı yigitlarni ko'rgim ba. Siz menen qiyofatimga diqqat qilmaganmidingiz? Amaliyotda talay odamlar menga bir qarabla Uyg'ur qizlarga o'xshatdi. Shu nuqtadan elib aytgandimi, men Şinjanga cho'qim berishim kerak. Haqiqatan mo sizning qiyofatingiz Şinjanliklar bir az o'xshaydi. Shundaqmi? Ammo mijozingiz o'xshamaydi. Ishqilib Hanzula ko'p bo'lgandikin, har xil millatlarga o'xshab qolganlarmi chiqadi. Amaliyot Şinjanga bormoq bakmi oddiy ish. Urumchiga boradigan aeroplan beltidan birini olsangizlar 4 soat yetib borsiz. Ya'ni poyezd yoki aeroplan o'ltirsangiz Janubiy va Shimoliy Şinjandagi Turpanga, Qashqarga
Xotanga yetib borasiz. Ha, bekli asan tushundirib etdingizga. Rastim desem Janubiy Şinjan'a bek bağım var. Janubiy Şinjan mening yurtim. Ma to'g'ri gap qilishni qarang. Naqshingizni ta'sirlagan Hilqi Gulnar degan qiz rasba odammi? O rastilla shuncha go'zalmi? Sabr muallim. Ha? Sabr muallim. Ziyofatliklar sizni saqlab qoldi. Sizga o'g'illik kuchadigan aeroplan beltidan birini olib qo'ydik. Baharlash heyetining raisi Maryana xonim siz uchun alayda ziyofat o'rlashtirgan. Siz cho'qim berishingiz kerak. Ma'qul, tanishtirib qo'yay. Bu bizning san'at o'migidagi Xiaomilar. Bu yoq daimiy xinim bo'ladi. Şinjan'a qaytay demsiz? Yurtimni bakmi sevgandim. Qaytib ketmasam bo'lmaydi. Kechiring bayxinim. Men xo'shlashay. Siz va ota-onangizning bizning naqshimizni yoqtirganiga rahmat. Kunlarning birida sizni yurtim Janubiy Şinjanda kutaman. Xayr xo'sh. Oy. Oylamaptım ben. Beyxinim. Bu biz yo'q. Siz nega borsiz? O'tiravering. O'ylamagan bo'lgaydingiz, Janubiy Şinjan'a boraman. Ma tasadduqlikni. Rahmat. Biroq nima qilib borsiz? Nima qilg'ili? Sayohat kuchi. Ekskursiya qilg'ili, do'st topqili, hozirlanqili. Yana sizning uyingizga mehmon bo'lg'ili boraman. Qarshi olamsiz? Albatta. Yayrab ketyapman. Taras, xenim. Ilk kunki savolimga texa javob bermadingiz. Gulnar ismli ilk qiz rasbami? Ha. Uni yaxshi ko'rsiz, shundaqmi? Onu naqshingizga qatqanda ko'zlaringizdan yosh agib qoldi. Shundaqmi? Shuncha yiroqda o'ltiribmi, ko'zimdagi yoshni ko'rdingizmi? Ko'maychi, chiroqning nuri ostida yaltirab ketgan tursa. Gulnar haqiqatan yaxshi qiz. Kichigimizdan birga o'sgan. Inoq do'stlardan edik. Gulnarning rastilla omiti bor ekan. Sizdek naqshchining do'sti ekan emasmi? Men faqatla bir havaskor naqshchi. Amaliyoti bo'lsa, men degan yezida ish kutib turgan yosh. Yurt qaytib berib, birer ish topaymikin deyman. Siz o'yin qo'yish shirkatining cho'ng xo'jayini turib, Shinjinga qaytib kelmansiz. Andaqda shirkatni qanday qilasiz? Do'stlarimga havola qilib tijorat qilaman. Mening ko'ngil bo'ladiganim yana yurtim. Shinjinning turmushi yaxshilangan seri meni o'stirgan ashu tog'liq yezamni shuncha seg'inib egizligi qanchalik chiqqili bo'ladi? Albatta chiqqili bo'ladi. Ha, nima degan yaxshi. Mo'sha agimidan o'tsaklar bizning kentga boramiz. Shundaqmi? Hey, aroni to'xtatib tursangiz bo'pti-ku. Qoldi. Uf. Ayani suratga taqdim bo'lamda. Ha, bo'ladi. Sabir, o bek chiroyli ekan. Nima ish qilsam bilan birga keldi. Boshqa maqsad yo'q. Gullarni unutib qolmagan sen, u ota-onasidan kichik qolgan. Uning ustiga hammasi durust ayol emas. Sabir, Gullarni hargiz boyqavaraq so'zla. O degan Shangangdan kelgan xenim. Bizning bu yerga sayohatga keldi. Shangangdan kelgan. Sizlarning tilinglar bak yiqimliq anglanadi ekan. Biroq men bir ig'izni tushunmaydi ekanman. Keyin cho'qib o'rganman. Bo'lmasa sizlar mening yomon gapimni qilsanglar tushunmay go'mishdak taqirab qarab turib qoladi ekanman. Men do'st tutishga bak amroq. Siz mening Shinjongga kelib topgan tunji do'stim. Siz menga ko'proq iltifot qilib, Uyg'ur tilini o'rgatib qo'ying. Bo'lamdi, Nejat apandi? Ha? Chatoq yo'q. İmkon qadar shunday qilaman. Shug'ulisi meni apandim demang. Men bir kelib qolmadim.
Bu atalığını keskenmez işletmem. Biz yeni tanıştık. Hecil olup kalkkenmez. Ben al tarafını tatıp geleyim. Öyle beş çıraylıkken. Hey, yigitler kulüp saklap kalgan. Ben atanın haber kılıp ettim. Hazırca öyge bağımısan buludu. Bırak bu xenimni kandak kılımız. Aval bizning uyga aprayli. 2 kundan keyin shaharga akirib qo'yamiz. Pangolin dadamı nimi deyse? Men do'stim demaymanmi? Apam dadamlar uning turqi qarabla cho'qim uzun chash qo'yib olgan o'g'il bola ekan deb qoladi. Ay, tez kelinglar bu yerga taqlar ajoyib chiroylikan chaqqa bo'linglar tez. Tez bo'linglar deyman. Qaraganda uni yana bir oz kutsak bo'g'dik. Bu kız hakikaten şok ekan. Xotirjam bo'l. Uni cho'qim apirib qo'yman. Oy. Qaltis chiroyli ekan. U uxlab qoldi-ku. Gulnar hozir nada? O mening bugun keladiganligimni bilamdi, bilmamdi. Atlas kiyim-kechak korxonasida. O sening qaytib keladiganligingni biladi. Qarshi ish qo'shonimi? Aydın kenetki yigitlar qiz ko'chirib yetibdi. Bugun? Men berib boqay. Qalsa shabat qo'y, kimning qiziga? Başlangıçta bizning sinfda o'qigan Malika. Aydin kentiga yotib qopti-da. Ay, qaranglar, chilikni chegarlarkan. Bu pasım bo'lamdi-ekan. Yupqa qisqa bosim bo'laverdi. Televizorda ko'rsatgan chatan modellarning yupqalarimi qisqa qanday dedim Gulnar? Qarab boqamiz. Bu modani bizning kentda balkim setib oladigan odam chiqmas. Hay, Aydin kentdagi Mehmet bizning kiyimlarimizning hammasini o'ddiga oladi-ku. Taxminan har bir kiyimni 20 so'mdan satsaq pulimi chiqishmagadek. Yo'q, ularga satsak bo'lmaydi. O'zimiz bir amal qilib, kiyimlarimizni shaharga olib borib, o'zimiz sotaylik. Bo'ladi, shunda qilaylik. Qaranglar. Yani bizni bir kelib birdan kiyaylik, ha? Nima qilaylik? Men faqat men kiyim modeliga o'xshadimmi? Men kiysam o'xshash. Qara. Yo'qsini qisqaroq kiysam ham chiroyli bo'lgandek, ha? Ya Allah, endi keldim ha. Balam, bu yoqqa chiqib, otni ig'iliq akirib etgan, chapsam bo'l. Uyda necha motosiklet tursa shuni minmay, kun bo'yi talab pishmush otni minib oladi ekanlar. Bir chikasiri, odam ansirab, xotirjam bo'lolmaydi. Momayla, bu oyladimi bekrak ansiz keladi ekan. Sabir keldimi? Biroq kelishmaslik bo'lmagandi. Oy, doim og'zini ushtib yuradi ekanlar. Kelib qoldimi juvaslar? Sabir kelib, oldi bilan kulib ketdi. Yana bir yosh bolani boshlab ketdi. Og'aynam deydi. Qandoq og'aynisi ekan? Hali qaday qo'shindikilar emas-ku? Oy, to'g'ri gap qilibsizlar. Tog'a. Dada. Ha. Sabirning do'sti. Biz bir obdan chiqishib qoldik. Shunga men Aslida qiz bola ekansizda. Men aslida qiz bola.
Qiz balani o'g'ilga o'xshatgan qaraganda ko'zingni obdalla dadi borganda, uningga bu ham muvofiq emas bilib atamsan. Sabir qaytib kelsa, uni boshqa bir yerga o'rlashtirib qo'ysin. Ammo hozircha uningga so'g'aq mobil qilib qo'yma. Qandoqli bo'lmasin, mehmon emasmi? Ma'qul. Choydimla. Keling, o'tiring. Tatinmang. Muzikangni o'ltirib turing, ha? Mama, kimlardan bizni o'ytirib kelyotdi? Shundaqmi? Hadi, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hey, maqasla. Sizcha taloq chiqib o'yinib kirsa, bo'lmasa, qiz bola tortinib qolmasin. Ma'qul. Yaxshiroq ishlanglar. Yaxshi etmanglar. Maqasla, kunlar kelib bitdi. Men berib tayyorlik qilaman. Ma'qul. Gullar kaygicha av qiz o'zini daldiga olsin. Uqdimmi? Chaqsam. Buni men beraman. Sizlar taloq chiqib qolmasin. Tamam. Qizim, rostli bek chiroyli ekansiz. Uy kirib o'tiraylar. Ma'qul. Rahmat sizga. Mayaqda mening hujram kirib o'tiraylik. Har qanday ish bo'lsa mutolaa chiqman qizim. Bo'lmasa bizning oilamizning cho'ng ishiga ta'sir etib qoladi. Meni afv qiling. Hada, men hujrda aram olaymikin, yana ko'rdigan bir mocha materiallarim bor. Azroq ko'z yumvamsam bo'lmaydi. Ummo bo'ladi qizim. Oilada har qanday ish bo'lsa-mu chiqmayman deb men va'da beramsiz. Xotirjam bo'ling, hada. Hedem geldi. Vay bu Teşkunlar. Teşlek kızım. Xudoga shukr. Hammamiz tesh turdik. Hanim bo'z vaqt chiqirib, meni yo'qlab kelibsiz. Qani, uy kiraylik. Sabirmi Shinjingdan qaytib kelib, pelaraqda sirtqa chiqib ketgan qizim. Sizlar uzun bo'ldi ko'rishniga. Uy kirib saqlab o'ltiring. Hozirlik kelib qoling. Qani, uy kiraylik. Qani. Qizim Gulnar, mehmonxonaga kiraylik. Avar bo'lmasa, chaqana. Sabr qaytib kelguncha hovlida o'ltirib tursan bo'ladi. Ya bo'lmasa sizlarga yordamlashing. Rahmat qizim. Uyda mehmon bormi? Yo'q, mehmon yo'q. Boya tog'imiz ikkimiz choy ichgach paranglashgandik. Qani. Cho'ngana, Sabrning uyiga buyurtgan pardani tikib keldim. Ko'rib boqaylikmikin? Ko'rib boqay. Chiroyli ekan. Chiroyli ekan qizim. Sabr kelganda billa taqab ko'rib boqasizlar. Uning ustiga ochqushni tog'imiz aytib qopgan qizim. Qani, dasxon keling, keling. Chata qo'ldi. Xo'jayinning sudisiz ketdi. Xo'jayinning sudisiz ketdi. Ovaylanglar.
Gülnar. Gülnar. Yaxshimisiz? Ha, bek chiroyli ekansiz. Mening ismimni qanday bilasiz? Sabirning naqshidan anglagan. Siz onun bilan birga keldingizmi? Ha, biz bir aeroplanda, bir avtobusda, bir atarosida birga keldik. Meni bu yerga u boshlab keldi. Gülnar, chapsan ishini aytsam, biz berib Sabirni tepib kelaylik. Sabirni asli siz yoshirib qo'yibsiz-da. Kechiring. So'rab olay. O'zingiz kim bo'lasiz? Men uning do'sti. Shundaqla sizning do'stingiz. Bilib turib so'rdi deb o'ylab qolmang. Siz ermi yoki ayolmi? Buni so'rash ketmaydi. Qarang, menmi sizga o'xshash ayol puqra. Endi kechingiz qani. Mana bu meniki qarang. Qizvalon cheche mana shunday bo'ladi. Ko'rdingizmi? Ha, nima degan chiroyli o'rimchashlar bu. Afu qiling. Siz mening do'stim emas. Sabir sizni hujrasiga solib qo'ygan bo'lsa, siz u qaytib kelishga kutib turing. Xeyr, xo'sh. Voy, Gülnar, ipimni oling. Hey! Gülnar! Nur tağamning ailesini aytayli. Cho'ng qizi O'rimchiga yatliq bo'ldi. Ikkinchi, uchinchi qizi Neftga yatliq bo'ldi. To'rtinchi qizi Eliq Anarguldek chiroyli Malikani kenidan to'p-to'g'ri 2 yil 4 oy 6 ga qo'g'lashdim. Ammo turgan oydan kent kelib, yakka tijoratchi mashina bilan kelib olib ketdi. Albatta, pul yo'q-da. Boy emasman-da. Hozir kimning yaxshi kun ko'rgisi yo'q deysizlar? Agar men bir qiz bola bo'lib qolgan bo'lsam, sizlardek aloqadashlarga hargiz tegmaydim. Ömür boyu boytoqqa tislashim. Hey, Qurban, araqdan bir ishni bo'ldi. Mana. Bo'ldi. Yo'q. Ağilla. Aydın kent asli bizning maliga yetmaydi. Bugun ana shundoq bo'la olishi ularning jafoliq emgak qilganligining natijasi. Xudo bizga ikki qo'l bergan. Ammo biz bir qo'limiz bilan jafoliq emgak qilgan bo'lsak-mu, yana bir qo'limizni bekachilik sarf qilyapmiz. Agar har ikki qo'lni emgak sarf qilgan bo'lsak, cho'qim beyib ketadiq. O çağda bizning qo'yashlik kanetmi bosh ko'taralaydi. Hozir bizda ot harbi bor. Ularda bo'lsa mashina bor. Bizning hozir yeb ichadiganimiz bor. Xalqlar ilm-panga yurish qilyapti. Yezi korxonalarini quryapti. Xalq hozir cho'ng ishlarni tavirtib pul tepyapti. Do'stlar, 10 ming yuanlik, 100 ming yuanlik, million yuanlik oila deb nom olgan oilalarmi chiqyapti. Shinjini qo'tilga olmayli. Jon o'zidimi chiqyapti. Şuna perişan bo'lib ortiqcha og'rinmayli, ha? Hergiz ishonchimizni yo'qotmayli. Biz texi yoshlik bahorimiz jo'sh urib turyapti. Bizmi qo'sh qo'llab jangga atlansak, quyoshli kentimizda quyosh nur chaqin talaymiz. Cho'ng ishlarni tavirtalaymiz. Qandoq dedim? Tabii. Qani amsa gullar yoqtiradigan bahor degan usulni o'ynab o'tmamsa, o'yna. Gülnar. Sizni shahardagi rangdar modi kiyimlar ko'rgazmasiga taklif qilaman. Boramsiz? Kechiring, bugun kechdi boshqa ishim bor. Gülnar. Rayhon kichik opamdan avatgan narsalarimni ko'rdingizmi? Siz madaniyatli kishi, shunga o'zimning tanlashiga hurmat qilishingiz kerak. Mening ma'qulligimni olmay turib, menga sovg'at avatganligingizning o'zi men qilingan behurmatlik. Buni darhol tuzib oling. Xayr, xo'sh.
To'xtab turinglar, men berib kelay, ha? Hozirlik kelaman. Hozirlik kelaman. Sabir. Çapsan berip onu tushuntirib qo'ygan. Bu yerda men bor, ha? Sabir, chapsan bor. Shinalar o'ynaylik. Gulnar. 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 Sizni bek sevindim. Bo'ldi, yig'lim sizdan hozir demayli qo'ying. Eli qusulnimi o'ynag'ichi bo'lma. Nemishqa? Hey, Layli, Sabir taqingiz bilan Gulnar hadingiz qo'y. Shukr. Layligül, aldığınızki 2 qavat bina boğunuz davalanıvatgan shifoxonaga o'tayman. Shu. Siz berib turing, men hozirlik baraman. Ma'qul emas. Sal turib ko'rishaylik. Gulnar, manga ayting, biz nemishqa bodigal qilmaymiz? Sabir, siz sirti yurib, ko'zingiz ochildi. Ko'pni ko'rdingiz. Ish qilib, zamonaviy yoshlardan bo'lgandan keyin nimalar qilsangiz bo'laverdi. Siz qiz do'stingizni Shinjongga, Quyoshli kentiga, texi uyingizga aytibsiz. Uni ozdab, hujringizga solab qo'yibsiz. Shundoq turg'iliq bu yerda yasalmalik qilib o'yin o'ynashning nima hojati? Gulnar, nimalarni da'vatsiz? Men hozirlik keldim. Og'inlar bilan birdan paranglashdim shu. Shunglashqa. Ish qilib, bundan keyingi vaqtim sizga taalluq. Mening sizdan boshqa hech qanday qiz do'stim yo'q, ha? Endi, nemish buni hujringizga solab qo'ysiz? Men? O opamning qilgan ishi. Men bilan qilchi munosabatsiz. O boshqa bir ish. O bir Shinjong mastanisiga. Shinjongni ko'gil keldi. Sayohat qilib do'st tutmoqchi. Uning orzu armonlari qondirsaqla bo'lmadimi? Ha? Gulnar. Uning mijozi bek obdanka. Chirim. Dadangiz doktorxonaga yetib qoldi. Nima? Kesir ig'irmi? Ancha emas. Tez boraylik. Sabir efendi. Deymi? Yaxshimisiz, Gulnarxon qiz? Yaxshimisiz? Bir qarabli Gulnarni tanib olibsiz-da, ha? Sizning sevgan qizingiz-da, xuddi naqshingizni tasvirlagandek ham go'zal, ham o'maqkan. Gulnar qiz, biz do'st bo'lib qolaylik. Allah! Bo'ldi. Ya Allah! Yapaqallah. Yaxshi yemaylar. Nera opa? Undaq bo'lsa, choy iching. İçmeyman. Nera opa deyman, nera opa. Buvayning nerlar teksan. Umumiy qaytilatam de. Bo'ldi. Og'riqchi hozir to'xtaydi. Qalaymiqam medirman. Bo'ldi, jim eting. Jim eting. Dada. Opa, bo'ldi, jiddiyleşme. Dada. Meni ko'gili kelib nima qilyapsan, ha? Berib naqshangni ayt, o'ynani o'yna. Kichigingdimi kapsizlik qilib, doim jidal terib yuratding. Cho'ng'andimi o'pni o'xshash, qachonmi cho'ng bo'lasan-kin san? Ya Allah! Taqsiz qandaq bo'ladi? O'g'lingiz sizni yo'qlab kelgan tursa, putingiz yana og'ribatamda. Uyga chiqqandan keyin obdan aramaylik. Obdan aramasangiz, putingiz taltik saqay ketadi. Bo'lmasa bundaq chekilib yursangiz, putingiz hargiz saqaymaydi. Xo'shamsa, men chiqib ketay, ha? Xo'shamsa. Xo'sh. Dada, Abjih korxonadagi mashinangizni yangishlamedingizmi? Nima dedin? Abjih korxona, u degan zavod, o'qdingmi? U degan zavod. Abjih bo'lsa nima bo'pti? Uni ati bo'g'ilringning menga baginiga 80 yildan ochdi. Bir akunmi bekor turg'ini yo'q. Bir obdan tumandi. Nemish qiyangusligidakmi? Biroq sirtlarda yana heliqi Shinjong. Og'zingni zum. Yoqi-yor degan yoqi-yor, Shinjin degan Shinjin, bu degan Quyoshli kanit. Burun har kuni go'sht, yog', sut, qaymoq yeyalay tuqma. Bizning pul topmog'imiz oson emasdi. Shu abjah mashina bilan topgan pulni xajlab yuryapmiz. Uni hargiz almashtirishga bo'lmaydi. Mening zavodim har yili pul topadi. Mahsulotlarimni har kuni oladigan odam chiqadi. Dada, putingiz saqaygandan keyin sizni opirib haq ishlagan mahsulotlarni ko'zitib kelaman. Haq degancha ishingni qil.
Fekir Abdullah hiç neygi bağmayman. Ha? Dünyada quyoshli kanitdek yaxshi yer yo'q. Men hech nega bormayman. Hech nega bormayman. Sana shuni deb qo'yay o'g'lim. Quyoshli kanit mening oromgohim. Quyoshli kanit dunyodagi eng go'zal joy. Sizga shuni desam, bizning bu yerning suvlari alvak, yeri mumbat. Qizjoq, o narsangizni menga to'g'rilamang. Men qeridim. Yosh bolalarni tortdim. Xotirjam bo'ling tag'a, sizni chiroyli tortishga hurmat qilaman. Shundaqmi? Qarang, apparatni qarasangiz shundoq chiroyli chiqasiz. Qarang, mishman qarang. Kuling, azroq kuling, boyaqa qarang deyman. Sizning dadamning aytganlari to'g'rimi? Tag'amning aytganlari to'g'ri. Hozir kentimizda oshnamuratlar qolmadi. Turmushimiz yaxshilanib qoldi. Siz xeyli yillardan beri kiyim tikyapsiz. Pul yig'aldingizmi? Pul. Yeb ichishga, xajlashga yetadi. O qandaq bo'lg'ini? Ishxonangizni taraqqiy qildirib, kiyim-kechak korxonasiga aylantirish kerak. Mahsulotlaringiz butun Shinjongda, ya'ni davlat bozorlarida sotilishi kerak. O'yin tomoshangiz uchun pul bo'lishi, ya'ni puldan bahramand bo'lishingiz kerak. Sabr aka, men pul tepish uchun kiyim tikmayman. Yeni kelibdi. Davering. Sabr aka, o'yin tomosha uchun pulni buzib chashqili bo'lamda. Mening siz yomon o'ginib qopsiz. Yo'q. Siz o'zingiz yashashning ahamiyatini tushunmaydi ekansiz. Men sizga qaraganda ko'p narsalarni bilib ketdim. Qo'yasha turmush kechirishni ko'zlamasak, pul uchun kurash qilib nima qilamiz? Bunday qo'ying. Ha, sıkpolo geldi. Qani aka. Apam poloni karamat o'xshib etadi jimo, shundaq mezlik. Qani, sig'ida sotinma ya. Ilama. Deymi qani. Sotinma. Ilama. Ilama. Kimlarada? Momam akamning uyina ishkini ichib qo'ydi. Pardini endi taqab qo'yaman, ha? Deymi qani. Men hozirlik kelaman. Tatilmay ag'ach o'tiring. Kerakmadi. Qani Elan, hargiz tatilma. Elan. O'xshabdimi? O'xshabdi. Sabir, Gulnar pardani tikib ketdi. Chiqib ko'rib boqamsa. Jira. Ma'qul. Bayxini siz birdan o'tirib turing. Men hozirlik kiraman. Layli. Hey Layli. Qo'ya kirma. Rahmat. Buni sizga beray. Momam meni haqning narsasini ammo deganti. O'zingiz ilib olmadingiz, men sizga sovg'a qildim. Tuting. Rahmat sizga. Adam bormi? Ha, Rayhon kamgo, qanday ahvolingiz yaxshimisiz qizim? Bu yoqqa qolsiz. Yaxshi. Qani, rahmat. Qani uy kiraylik. Uy kiraylik. Abdulla akam ko'rinmaydi. Ba, hozir bir yoqqa kelgandi. Ya, kimlar edim? Uy kiraylik. Rahmat uni bitilda xudlaydi. Shundaqmi? Ko'r boqay. Rasmi sahnada uyda bir xanzi qiz bor ekan deydi-ku. Sabrdan boshlab kelgan loyiq o'xshamamdi. Sizlar anglamagan o'xshaylar, sirtchi shundaq gaplar tarab ketibdi. Sabr bir xanzi qizga o'ylangidek deydi-ku. Oy. Quruq gap. Nadim bundaq ish bo'lsin qizim? Sizlar bilasizlar, kunlar bilan Sabr to'y qilish kutishgan tursa bu mumkinmi deysiz? Sabir? Bu yoqqa chiqma, Rayhonadan bilan ko'rish bolam. Teşekkür Rayhonada. Oy, Sadıqan ketdi, Sabir. Bağanzır qaddi qamatli bo'lib ketsan juma. Seni shundoq ko'rgim kelib edi. Seni kepti deb anglab sen bilan alayib ko'rishgani keldim. Rahmat. Gulnar xeyli uzun beraman. Oy, bah. Qaltis javob ketsan bu. Qaraslar, u hammasini seg'inibdi. Bu o'zi tekli chiroyli ekan. Az deganda necha so'm qolgansa? 500 ga.
Oy, rahmat. Ha, hech yo'q. Rasgulnar, mening uyda azroq ishim bor. Men mang'ashtiray, ha? Shunda qilay. Xo'sh, endi men Hamma, qaysingizmi mayli. Mao Shanganlı xonimni bizning uyda qo'nsinmikin deyman. Siz yaqin aslan qo'yasiz. Sen xotirjam bo'l. U Xanzo qizni bizning uyga olib beragin. Men erta asl tijorat ishlarim oydin kampi qilmoqchiman. Men mang'ashtiray. Xo'sh. Rastabi. Mao Moskva pistigi. Sirtimanda Shundaqmi? qulga yaraydi. Sen beri, sen olamsan, ha? Yo'q. Rahmat. Bo'ldi, olmayman. Unda sen menga. Ma'qulamsa. Oy. Xo'sh, Rahmat. Xayr, xo'sh. Ajab yaxshi oldu. Hadi, şaqlavatısız-ku. Yo'q. Gülnar xonimning Sabirga bo'lgan muhabbatini tushunaman. Sabir haqiqatan sevishga arziydigan er. Ammo men o'zimdagi vasvasani yo'qotishim kerak. Gülnar oq ko'ngil, go'zal qiz. Qo'lidan ish keladi. U mening yordamimga muhtoj. Menmi uning yordamiga muhtoj. Men hissiyotimni tizginlab, o'zimning Shinjonga kelishdagi boshqa maqsadimga qaytishim kerak. Kishini maftun qiladigan yana bir sahar.天上的一朵花，哎，古林呐，古林呐，哎，古林呐，古林呐，哎，古林呐，哎，我想对你说句话，古林呐。我想悄悄地走进你，谁知道踩住了玫瑰花。古里娜。